Shoshilinch xabar. O'zbekiston pasporti bor fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Agarda bu ishni qilsangiz 1.236.000 so'm jarimaga tortilasiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar videorolik oxirida 15.000 so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Endi pasportingizning muddati o'tib ketgan bo'lsa 1.236.000 so'm jarima to'laysiz. Fuqarolik pasportining muddati o'tganidan so'ng uni 1 oy ichida ID kartaga almashtirishingiz shart. Aks holda muddati o'tgan biometrik pasportni o'z vaqtida almashtirmaganlik uchun Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223-moddasiga ko'ra ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Jarima miqdori esa bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari, ya'ni 1.236.000 so'mni tashkil qiladi. Aziz do'stlar, pasportingizga hoziroq qarang. Agarda muddati o'tgan bo'lsa, uni 1 oy ichida almashtirib oling. Shunda siz jarima to'lamaysiz. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostiga like bosing va albatta ushbu videorolikni do'stlaringizga ham yuborib qo'ying. Azizlar, bizda hozircha shular. Bizning kanaldan uzoqlashmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha sog', salomat bo'ling.